Men Kadirova Istora Bobirovna, iqtisodiyot fanlari falsafa doktori, oliy ta'lim sohasida 14 yildan beri faoliyat olib kelmoqdaman. Ayni damda Toshkent Management va iqtisodiyot instituti karyera markazi direktori lavozimida ishlayapman. Hozirgi kunda mehnat bozori o'z qoidalarini bir yilda bir marta emas, deyarli har oyda qaytadan yangilamoqda. Kasblar o'zgaryapti, talablar yangilanyapti, standart yo'llar ish bermay qoldi. Shuning uchun hozir bitta joyda ishlab turib, turli vazifalarni bajara oladigan mutaxassislar ko'proq qadrlanyapti. Bu sharoitda diplom faqatgina boshlang'ich nuqta hisoblanadi. Ish beruvchilar asosan tez o'rganish, moslashish va qaror qabul qilish qobiliyatiga e'tibor qaratishmoqda. Yosh mutaxassislar uchun muammoni yecha olish, jamoada ishlash va turli o'zgarishlarga tayyor bo'lish muhim ko'rsatkich hisoblanmoqda. Hozirgi kunda karyera endi qanaqadir tasodif yoki omad emas, balki ongli ravishda quriladigan strategiyaga aylandi. Talaba o'zini qanchalik erta sinab ko'rsa, kelajakdagi yo'li shunchalik aniq shakllantiriladi. Toshkent Management va iqtisodiyot institutida biz talabalarni faqat bitiruvchi sifatida emas, balki katta hayotga qadam qo'yayotgan mutaxassis sifatida tayyorlaymiz. Bugun xalqaro kompaniyalar uchun tajriba rezyumedagi eng muhim ko'rsatkichlardan biriga aylanmoqda. Shunday ekan, stajirovkalar, real biznes keyslar, ish beruvchilar bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot va amaliy loyihalar orqali talabalar o'zlarini hali o'qish jarayonidayoq sinab ko'rish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Karyera markazining asosiy vazifasi talabalarga imkoniyat yaratish emas, balki shu yaratilgan imkoniyatlarni to'g'ri tanlash va ulardan unumli foydalanishni o'rgatish hisoblanadi.